Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzidkay nihoyat yakunga ham yetib keldik. Bugungi videoda Marvel Zombilar multserialining 4-qismini tahlil qilamiz. Bilaman, tahlil ham naqd 1 oyga cho'zildi, ammo adashmasam bu kutganga arziydi. Sababi bugun juda ko'p savollarga javob olasiz. Demak, gapni qisqa qilamiz. Faqat sizlardan yagona iltimosim bu videoga bittagina like bosib qo'ying. Axir bu tekin. Bu video boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Demak, boshladik. 4-qism Nova Corpus agressiv ravishda kommandor kemasini ta'qib etayotgan sahna bilan boshlanadi. Ular sun'iy yo'ldoshlardan birini yo'q qilishadi. Demak, zombi virusi tarqalgani bilan sun'iy yo'ldoshlar hali ham ishlayapti. Bu serial oxiridagi Ririning signalni buzdim degan gapiga ham aloqador bo'lishi mumkin. Keyin kommandor kemasi yo'q qilinadi. Kamola shar orqali hammani ushlab turadi. Valkyria bu jang maydonida o'lib ketishni anglatadimi? deb so'raydi. Sababi jang paytida o'lgan asgardliklar Valgallaga yo'l oladi. Xuddi Jane Foster va Odin kabi. Ular yerga qulayotganda Blade vahima qilmaydi. Sababi Kanshu uni qanday yo'l bilandir qutqarishiga ishonchi komil, ammo ularni Kanshu emas, sehrgarlar qutqaradi. Kamola va o'rgimchak odam uchrashishadi. O'rgimchak odam? Ko'zlarimga ishona olmayman. Bizni sen qutqardingmi? Zeb Wells Marvel Zombies ssenarisini yozar ekan, 2 yil oldingi xatosini to'g'riladi. Gap shundaki, 2023-yilda chiqqan yangi o'rgimchak odam komiksining 26-sonida Kamolaxon Peter Parker va Mary Jane'ni qutqarish uchun halok bo'lardi. Eng qizig'i, Kamolaxon o'z komiksida emas, boshqa komiksda halok bo'ldi. Bu o'lim butun Marvel muxlislari orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Shuning uchun bu multserialda ularning munosabati yaxshilandi. Agar e'tibor bersak, Peter biroz ulg'aygan. Albatta, axir oradan 5 yil o'tdi. Agar What If va Marvel Zombiesni solishtirsangiz, farqni sezasiz. Kamola biz qayerdamiz deganda Blade Kamartaj deb javob beradi. U buni qanday bilganini aytib o'tirishim shart emas. Keyin Rindra Wakanda hodisasidan keyin cheksizlik toshlari butun sayyora bo'ylab tarqalib, piramidalar, Rimdagi Kolizey va Parijdagi Eyfel minorasini yo'q qilganini aytadi. Lekin sehrgarlar Bruce Bannerni Eldritch runlari bilan himoyalagan va portal orqali uni markazga yuborgan. Xalqning o'zi cheksizlik toshlardan chiqayotgan nur gamma nurlanish ekanligini aytgan. Shuning uchun ham u cheksizlik toshlariga bardosh bera oldi. Shunday qilib xalq cheksizlik toshlar energiyasini o'ziga singdiradi. Ammo u buncha katta nurlanishdan keyin battar g'azablanib ketishi kerak edi. Balki maxluqqa aylanib ketmaganning sababi runalar bo'lishi mumkin. Kimdir oldinroq xalq va Wanda o'rtasidagi jang qanday yakun topgan deb so'ragandi. Biz buni ko'rmaganmiz, ammo ular o'rtasidagi jang durang bo'lgan. Keyin sehrgarlar Bruce Bannerni topishgan. Aytgancha, xalq turgan joy bu Parij xarobalari. Aytilishicha, Bruce endi Bruce ham xalq ham emas. U ortiq Bruce Banner ham xalq ham emas. U shifrlangan. U dunyolarni yaratishi yoki yo'q qilishi mumkin bo'lgan energiyalarni himoya qilayotgan langarga aylangan. Langar atamasi ishlatilgani bu juda qiziq. Langar Point atamasi birinchi bor What If multserialining 1-sezonida ishlatilgan edi. Ammo biz qasoskorlar qiyomat kuniga yaqin ekanmiz, bor diqqatimizni Langar qahramonlarini topishga qaratishimiz kerak. Bu atama Deadpool va Rostomach filmida ham ishlatilgan. Langar qahramon deb istalgan olamdagi o'sha olamning yo'q bo'lishiga sababchi bo'lgan qahramonlar nazarda tutiladi. Zombi olamida esa aftidan Bruce Banner Langar qahramon bo'ladi yoki unga aylanadi. Bu qaysidir ma'noda mos keladi, sababi multserial aynan Bruce Banner bilan boshlangan. Ikkinchi tarafdan Wanda bu Langar qahramonning kuchini tortib olishga urinyapti. Sehrgarlar ularni cheksiz xalqni himoya qilish yo'lida birlashishga ko'ndirishadi. Bu paytda Wandaning qo'shini Parijga yetib keladi. Ular ichida Jirkanch va San Fransiskodagi ulkan zombilar ham bor. Birinchi to'lqinda xalq Jirkanch va boshqa zombilarni bir musht bilan yo'q qilib yuboradi. Bu xuddi xalqning mashhur qarsagiga o'xshaydi. Ikkinchi to'lqinda Wanda suv ostidagi qamoqxonani xalq ustiga olib kelib, undagi zombilarni qo'yib yuboradi. Ular orasida zombi Yelena ham bo'lishi mumkin. Wanda 3-to'lqinda asgardlik askarlarni ishga soladi. Oldin ularning qilichlari ko'k rangda edi, ammo Wanda boshchiligida ularning qurollari qizil rangda. Wanda cheksiz xalqqa yetay deb qolganda qahramonlar yordamga keladi.
Ular xuddi qasoskorlar intihodagi kabi portaldan chiqib kelishadi. Blade qilichini o'ynatganda Kanshuning aksini ko'rish mumkin. Bu esa uni shu yerda ekanligini tasdiqlaydi. Rintara shoxlari bilan zombilarni o'ldiradi. O'rgimchak odam akrobatik qobiliyati bilan o'nlab zombilarning boshini sug'urib oladi. Sara esa eski usulni qo'llaydi. U kemalar o'qini bir-biriga yo'naltiradi. Zombi lochin ko'z qichqiradi va uning og'zidan Hank Pym va Janet Van Dyne chiqib keladi. Aynan ular zombi virusini birinchi yuqtirishgan. Ular Clintning og'zidan chiqib kelishi Scott Clintning o'qida uchgan sahnaga o'xshaydi. Scott London ustasiga Ehtiyot bo'l, chap tarafingda, deydi. Bu Kapitan Amerika va Sam Wilsonning mashhur iborasi. Hank Pym Shang-Chining uzuklaridan sakrab o'tadi. Blade uni oyog'i bilan yanchadi, lekin u ulkanlashadi. Janet ham Valkiriyani majaqlaydi, lekin Valkiriya Janetning qo'lidan borib uning boshini uzib tashlaydi. Blade ham Hankni ikkiga bo'lib yuboradi. Shunday qilib zombi virusini tarqatgan ikki shaxs o'ladi. Vanda bu qahramonlarni bittada yo'q qilib yubora olsa ham, Kamala unga ishonishi kerakligi haqida ishonchli dalillar keltiradi. O'lganlarning barchasi qaytib keladi. Alexey, Yelena, Milena va qolgan bevalar Ketty va Shang-Chi yoniga Jimmy Woo va Dead Taylorning tanalari qayta yig'ilgan holda keladi. Hope Van Dyne ham jang maydoniga keladi va o'rgimchak odamni yemoqchi bo'ladi. Sara va London ustasi joyida jizg'alak bo'lishadi va bu yerga Thor keladi. Uning chaqmog'i ko'k emas, qizil rangda. Valkiriya va Okaya jang qilishadi. Blade Racer Thorga hujum qilmoqchi bo'lgan paytda kulga aylanadi. Thor Stormbreakerni chaqiradi. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Stormbreakerni Thanos yo'q qilgan bo'lsa, u yana qayerdan paydo bo'ldi? Stormbreaker yo'q qilingan, agar u bo'lganida Thor Vandaga qarshi ishlatgan bo'lar edi. Bu esa Vandaning sehri, agar unga yaxshilab e'tibor bersak, u qizil rangda. Bu armiyadagi barcha zombilarning qurollari qizil rangda. Sababi bu Vandaning sehri. Thor va Hulk yana to'qnash kelishadi. Ular o'rtasida yaxshigina jang bo'ladi, ammo Hulk uni yana yengadi. Xuddi Thor Ragnarokda ishlatgan uslubi bilan. Bu yerdagilarning barchasi halok bo'ladi. Xullas, bu qirg'in va umidsizlik Kamolaning ko'z o'ngidan o'tayotganda u taslim bo'lishga qaror qiladi. Vanda cheksiz Hulkning kuchini olib Kamola bilan ulashadi. Vandaga Kamola nima uchun kerak edi o'zi? Balki Marvellar filmida ko'rganimizdek bilak uzuklarda fazoviy bo'shliqni yirta olish qobiliyati bo'lgani uchun kerak bo'lgandir. Vanda bu gaplarni aytadi. Shunday qilib dunyo o'z holiga keladi. Bu esa M kuni komiksini eslatadi. Keyin esa Vanda sehri butun dunyoni qamrab olayotganini ko'ramiz. Keyin esa Kamola fraksiyasi rangida kristallanadi. Nova korpusi kemalari buni koinotdan kuzatib turadi. Ulkan portlash butun sayyorani qamrab oladi. Keyin Kamola tush ko'rgandek uyg'onadi. Pastdan onasining ovozi keladi. Bu yerda temir odam va qora bevaning posteri bor, ammo Kapitan Marvelning rasmi yo'q. Sababi bu olamda Kamola Carolni tanimaydi. Kate va Riri yana tirik. Ular boba choyni ichishyapti. Kamola ignida qasoskorlar nishonlari tushirilgan kurtkani ko'ramiz. Kamola bu kiyimni Avengers Conga kiyib borgan. Yo'lning narigi tarafida Circle Q do'konini ko'rish mumkin. U Miss Marvel serialida ham ko'rsatilgan. Keyin Kamola Cameronni ko'radi. Serialda ham uni yoqtirardi. Keyin Kamola nyam-nyam deydi va haqiqatni ko'radi. Bu yerda hali ham zombilar bor. Eng qizig'i, aynan zombilar nyam-nyam deydi. Bu so'zni aytishi bilan Kamola haqiqatni ko'rishni boshladi. Riri hali ham tirik edi. Meni eshityapsanmi? Kamala, men signalni buzib ko'rayotgan narsangga ishonma. Shunday qilib Riri Williams birinchi qismda o'lmagani tasdiqlandi. U butunlay tirik qolgan. Uning qo'lida blasterni ko'rish mumkin. Balki u zombi infeksiyasini to'xtatish uchun buni taqib olgandir. Agar diqqat bilan eshitsak, Riri signalni buzganini aytadi. Lekin savol, u qanday signalni buzdi va Kamola hozir qayerda? Buni bilish uchun biz WandaVision serialiga yuzlanamiz. WandaVision serialda Vandaning sehri yoki illyuziyasi kosmik mikroto'lqinli fon nurlanish shaklida namoyon bo'lishini bilib oldik. Bu Westviewdagi odamlarni televideniya illyuziyasida ushlab turadigan elektromagnit chastotaning bir turi edi. Ammo bu texnologik vositalar bilan buzish mumkin bo'lgan signal edi. Aftidan Riri aynan shu signalni buzgan ko'rinadi. Esingizda bo'lsa, Okaya ilmga qarshi sehr bilan da'vo qilgan edi. Endi Riri sehrga qarshi ilm bilan da'vo qilyapti. Aslida Temir yurak seriali ham ilm fan va sehrning kesishishi haqida edi. Balki bu olamda Riri Mephisto bilan shartnoma tuzgandir. Ammo bu haqiqat
haqiqatdan ancha yiroq. Xullas, bu yerda nimalar sodir bo'lyapti o'zi? Vanda hech narsani o'zgartirmagan, u hammasini boricha qoldirgan. Faqat u kamola bularni haqiqat deb o'ylashini istayapti. Zombilarga e'tibor bering, ularning ko'zi hali ham qizil, atrof qizil tuman bilan qoplangan. Oldin butun boshli shaharni nazorat qilgan bo'lsa, endi u butun boshli sayyorani nazorat qilyapti. Chunki biz biroz oldin Vandaning sehri butun dunyoni egallab olayotganini ko'rdik. Demak, hali hech narsa o'zgarmagan. O'lgan qahramonlarning ba'zilari hali qaytishi mumkin. Serial ham ajoyib tarzda yakunlanadi. Tonnalab savollarga ko'mgan holda. Siz qaysi biri asl haqiqat ekanligini bilmaysiz va aslida nimaga ishonish kerak ekanligini ham bilmaysiz. Bu xuddi Quantum Mania oxiridagi paranoyaga o'xshaydi. Serial oxirida yana zombi Vandani ko'ramiz. Bu esa hali hech narsa tugamaganidan dalolat beradi. Shu bilan serial nihoyasiga yetadi. To'g'ri, juda ko'p savollar ochiqlanmay qoldi, lekin bu savollarga boshqa videoda javob beraman. Agar sizda ham savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videoda javob berib ketaman. Endi esa serial haqidagi umumiy shaxsiy fikrimni ham aytib ketsam. Serial menga bir vaqtning o'zida ham yoqdi va yoqmadi. Yoqmagan tarafi serialda mantiqsiz narsalar juda ko'p. Xuddi ssenariyni yosh bola yozgandek. Qahramonlarning kuchlari to'g'ri taqsimlanmagan. Zombilar kuchli, qahramonlar esa kuchsiz qilib ko'rsatilgan. Ammo ikkinchi tarafdan nostandart qahramonlar va hech qachon bir joyda bo'lmaydigan qahramonlarni bir jamoada ko'rish va juda ko'p qahramonlarni bitta maydonda ko'rish zavqli bo'ldi. Serial noodatiy burilishlar bilan qiziqtirib qo'yadi. Videoni shu joygacha ko'rganlarga katta rahmat. Erinmasdan tahlilni kutganlarga ham katta rahmat. Mehnatimni qadrlab videoga like bosib, komment yozib turgan obunachilar bor ekan, men doim ijoddaman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha